Rossiyaning ehtimoliy aralashuvi haqida saylovlarga. Bu narsa Donald Trump demak prezidentlikka birinchi marta saylanibdiki 2016-yil. Mana shunda boshlangan masala, ya'ni Rossiyaning aralashuvi, hattoki tergovlar o'tkazishdi, maxsus prokurorlar tayinlandi, to'g'ri uch narsani isbot qila olmadi va hokazo. Lekin mana bu yilgi 2024-yildagi saylovlarda ham aynan mana shu masala ko'tarilyaptiki, Rossiya maksimal aralashishga harakat qilgan. Endi bunda bir necha savollar chiqadi, qarang. Xo'p, Rossiya shunchalik quvvatli, qudratlimi Amerika Qo'shma Shtatlardagi saylovga jiddiy aralashib, u yerda ob-havo yasaydigan? Ya'ni bu yerda Rossiyani kamsitmoqchi ham emasman, Rossiyani ko'klarga ko'tarmoqchi ham emasman. Ya'ni tabiiy paydo bo'ladigan savol. Rossiya bugun dunyoning birinchi iqtisodiyoti emas. Rossiya bugun dunyoning birinchi armiyasi emas. Rossiya bugun dunyoning birinchi texnologik davlati emas. Eng katta hudud, faqat hudud jihatdan eng katta, to'g'ri? Ya'ni mana shunday holatida yoki deylik olimlar bo'yicha ham dunyoda birinchi o'rinda deb bo'lmaydi. Sun'iy intellekt bo'yicha ham Rossiyani birinchi o'rinda deb bo'lmaydi. Albatta bu degani oxirgi o'rinda emas, balki ikkinchi, balki uchinchi, balki 10-o'rindadir qaysidir sohalarda. Mana shu holatda Amerika Qo'shma Shtatlari o'ziga ishongan, dunyo politsiyasi roliga da'vogarlik qilgan davlatda Rossiya saylovlarga aralashib ob-havo qila oladigan darajadagi davlatmi bu bir? Ikkinchidan, Rossiya haqiqatan ham Amerikadagi saylovlarga aralashganmi? Amerikadagi ma'lumotlar. Mana shu ikkita savol. Bunga ham ozgina tarixni eslatsa bo'ladi. Masalan, 96-yilda 1996-yilda Rossiyada saylovlar bo'ladi. Yelsin bu liberal va kommunistlar bilan saylovda musobaqa olib boradi va o'sha vaqtda Yelsin yutqizayotgan bo'ladi va kommunistlar yutayotgan vaqti bo'ladi. Mana shu yerda bilasizmi, kim yordamiga keladi Yelsinga? Amerikami? Amerikani prezidentini maxsus yordamchisi, maxsus guruh tuzib, adashmasam yo Nixon yo kimdir edi, hozir esimda yo'q. Uzr so'rayman, agar boshqasi bo'lsa bemalol buni izlanib topsa bo'ladi, bor ma'lumotlar. O'zini prezidentlik kampaniya anaqasidan, guruhidan bitta guruh saylab Rossiyaga jo'natib, Yelsinga yordam beradi o'sha saylovda yutib chiqish uchun. Bu saylovlarga aralashishga kiradimi, kirmaydimi?